Jigarlar, endi biz sizlarning uyingizga kelamiz, o'zimizning fikrimizni beramiz va chiroyli video olamiz, rasmli post aylantirib beramiz, video post aylantirib beramiz. Bugun bizni Oltintepa mahallaga kelib, mana shunaqa chiroyli uy narxlagani keldi. Hozir bizning fikrimizni bitta tekshirib ko'ringlar, balki bozorga to'g'ri kelib qolar. Agar bizning fikrimiz sizlarga yoqsa, обязательно bitta like bosib qo'ying, jigar. Xo'p, hurmatli obunachilar, uyimizning fasadi где-то 20 metrdan oshiq bo'lishi kerak va shundoq Oltintepa masjidimizda mana gumbazi ko'rinib turibdi. Xo'p, bu yerda yerlarning narxi где-то 15 ming dollar turadi. Hurmatli obunachilar, ko'chalar ham keng va kanalizatsiya o'tgan ekan, shundoq ulab yuborish kerak deyaptilar va bemalol mashinalarni qo'ysanglar bo'ladigan joyi bor ekan. Hozir mana shu xonadonimizni chiroyli narx chiqarishimizdan oldin mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, oka. Men sizlarga nastroyda yana doda uylarni chiroyli narxda ko'rsatishda davom etaman. Bu hovlimizni 7 sotu yer maydoniga qurilgan ekan. Bahavo joylarda ekan. Okalar, men okalar bilan gaplashdim. Boshida rosa qimmat etishdi va ular bilan kelishdim. Ular bo'ldi, mana shu narxga qo'ying deyishdi va hovliga alohida xodligisi bor. 2000-yilda pishug'ishdan o'zim uchun, bolalarim uchun qurganman deyaptilar. Hozir kattalik o'tgan ekan, o'shanga sal kichkinarog'ini olaman deyaptilar. Va mana mashinadan kirgan joyimizda chapga qayrilib kirsa, bizda pastki urovingga tushib ketasiz, tepa urovingga 3-uroving ham bor. Hozir hammasini ko'ramiz. Bizni uyimizning mehmonxonasi, ya'ni zaliga kirdik. Mana zalni ko'ryapsizlar. Patololari juda ham baland va remontlari yaxshi. Bemalol pollarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Urilmagan, surilmagan 600 kvadrat metrga yaqin va hamma xonalar razdeniy boya ko'rsatgan joyim. Mana chapga qarasa, bizda yana bitta keng spalni bo'lyapti. Spalnisini mana ko'ryapsizlar. Chiroyli yorug' va ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu mana общий sanuzel. Xo'p, bu yoqdan o'tsa, bizda yana bitta детский komnata bo'lyapti. Bolalarga beraverasizlar. Keng, chiroyli hovliga qaragan oynalari va bu yoqda bizda yana bitta xona bo'lyapti. Bu endi ota-onalarning xonasi bo'ladi. Chiroyli va ko'ryapsizlar, hovldan bizga bemalol bu yoqqa chiqib, hovliga chiqsak bo'ladigan xodlarimiz ham bor ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizni endi ikkinchi urovingga ko'tarilamiz. Ikkinchi urovingda bolalar uchun zo'r sharoit qilingan ekan. O'ng tarafda ota-onalar uchunmi, takoy yosh oila uchun katta keng spalni qilingan ekan. Oynasi ko'chaga qaragan. Shunda bu garajni yo'lining tepasi bo'lyapti. Yo'lining tepasida yana ikkita xona bor ekan. Bu yoqdan o'ngga qaralsa, bitta yana spalni komnata. Bu детский xona ekan, chiroyli qilingan va uni sanuzeli bor ekan, lekin sanuzeli ta'mirga muhtoj ekan. Bu yerda endi remont qilasizlar va uyimizni mansarda qismiga chiqyapmiz. Mansarda qismini ham aytayotdilar, bemalol 3-4 xona qilib olsanglar bo'ladi deyaptilar. Mansarda qismi ham juda ham keng, katta, ko'rib turganingizdek shkolat qilib qurilgan uy ekan, o'zlari uchun qurgan ekanlar. Biz birinchi uroving tepa mansarda hamma yo'ni aylandik. Endi uyimizni shipitilniy momenti, oka, podval, tsokolniy etajga tushdik. Qaranglar, tsokolniy etajda bu yerda bitta spalni qilingan ekan, keng, chiroyli va bu yoqda katta hol. Endi bu yerga bilyard, kutubxona, mutxona, kompyuter, ofis, bolalarga bog'cha qilib yuborsangiz ham bo'lar ekan va bu yerda ularni alohida sanuzellisi bor ekan. Va bu yoqda oshxona, mana kuxnya qatta deb so'raganlarga kuxnya tsokolniy etajda ekan, hurmatli obunachilar. Aslan рабочий местamizni shu yerda deyishyapti. Общий kvadrat metr 600 dan oshadi. Hozir men sizlarga chiroyli narxni beraman. Kadastr bo'yicha 504 zahvat-pahvatlar bilan 7 so'mdan oshiqroq xonadonni qaranglar. Biz buni korobkada hisoblaganimizda где-то 130 dollardan 140 dollardan korobkasini hisoblaydik. Hozir remonti bilan ekan. Remonti bilan bizni remontiga 200 dollardan kvadrat metrini hisobladik. O'shanda 120 ming dollar mana shu uchastkani o'zida hisobladi va yerni narxini hisoblash kerak.
Yer narxi 7 sotu, где-то 100 ming dollar hisoblanadi. Shunda 220 ming bo'ldi. Okam bilan talashib 210 mingga kanalimizga qo'yadigan bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mehnatimiz uchun bitta siyla, like bosib qo'yinglar. Bizani kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.